Assalomu alaykum, hurmatli rais, Vatikan a'zolari. Kengashiga shaxsiyatning quyidagi hujjatlar taqdim etilgan. O'zbek qo'shlik Davronbekovining dissertatsiyasini qabul qilish to'g'risidagi arizasi, O'zbek qo'shlik Davronbekovining to'g'risidagi administrativ ma'lumotnomasi, O'zbek qo'shlik Davronbekovining Toshkent maqomida bo'lgan loyihalash qurish ekspluatatsiyasi institutining yetarlilik to'g'risidagi qonun nusxalari, qarzdorlik chet tili malaka imtihonlari mahsulotlari haqidagi guvohnoma, dissertatsiya bajarilgan muassasaning xulosasi, dissertatsiya muhokama qilinayotgan yetakchi tashkilot ilmiy seminar bayonnomasidan ko'chirilma, izlanuvchining Toshkent davlat universiteti tomonidan tasdiqlangan ilmiy ishlar ro'yxati asosiy ilmiy ish nusxalari, izlanuvchining ilmiy rahbari texnik fanlar doktori professor O'roqov Asqarov Shuhratning taqrizi, ammolikda ilmiy ishlarni dissertatsiya viloyati qismatiga tushgan ammoliklarning yozmalashga bildirilgan rozilikdir. Dissertatsiya avtoritarati ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar bayonnomasidan ko'chirildi. Yuqorida keltirilgan hujjatlarning barchasi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasida bo'lgan oliy komissiyasining ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risidagi nizom talablariga javob beradi. Znaleźli shaxsiy hujjatlarga doir materiallar bo'yicha ilmiy kvalifikatsiya yoki izlanishga savollar bormi? Dissertatsiyaning asosiy mazmuni va yukseklardan va tahliliy muloqotlarda ma'lumot tekshiruv Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy seminarimiz raisi va ishtirokchilari. E'tiboringizga urbanizatsiya jarayonini hisobga olgan holda shahar ko'chirib tarmog'ini rejalashtirish tamoyillari Urganch shahri misolida olib borilgan texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyani taqdimotini namoyish etaman. Ma'lumki, bugungi kunda shaharlarda aholi soni va avtomobillashtirish darajasining ortishi ko'chirib tarmog'ida tirbandliklarni yuzaga keltirmoqda. Bu esa transport vositalarining ortishiga, yo'nalishli transport vositalarining harakat grafikining buzilishiga va insonlarning manzilga yetib borish vaqtining uzayishiga olib kelmoqda. Mazkur sanada turgan muammolarni yechimga qaratilgan ilmiy yondashuvlar va samarali tamoyillarni ishlab chiqish,
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shaharlar va ularning infratuzilmalarini rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlarda ham dolzarb vazifa sifatida belgilangan. Shahar ko'chirib tarmog'ini rejalashtirish va avtomobillar harakat sharoitini yaxshilash hal qilish masalalarida bir qator xorijiy hamda respublikamiz olimlari ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Jumladan, xorijiy olimlardan Dualizifo, Xinxizian, Brandri, Rauch kabi bir qator olimlar, MDH davlatlaridan Labanov, Kassov, Bahriyev, Silyanov kabi bir qator olimlar. O'zbekistonda esa Sodiqov, Azizov, Urakov, Sodiq kabi bir qator olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Ammo yuqorida keltirilgan olimlar tomonidan bajarilgan ilmiy tadqiqotlarda bugungi kundagi jadal urbanizatsiya va avtomobillashtirish darajasining keskin o'sish sharoitida transport vositalarining manziliga yetib borish imkoniyatini oshirish hamda vaqtini qisqartirish kabi omillarga yetarlicha e'tibor berilmagan. Natijada shahar ko'chirib tarmog'ini rejalashtirish tamoyillarini takomillashtirish dolzarb vazifa sifatida saqlanib qolmoqda. Tadqiqotimizning maqsadi urbanizatsiya jarayonini hisobga olgan holda oshib borishini hisobga olgan holda shahar ko'chirib tarmog'ini rejalashtirish tamoyilini takomillashtirish va avtomobillarning manzilga yetib borish vaqtini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishishda quyidagi vazifalar belgilab olindi. Jumladan, shaharlar ko'chirib tarmog'ini rejalashtirish tamoyillari bo'yicha bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlari va mavjud adabiyotlar manbaini tahlil qilish, shahar mavjud ko'chirib tarmog'ining ekspluatatsion holatini tahlil qilish va shahar hududida manzilga yetib borish integral imkoniyatini baholash, tashqi avtomobil yo'llarining shaharga kirib kelish bo'laklarida va shahar ko'chiruvlar tarmog'ida transport oqimining holatini tadqiq qilish, jadal urbanizatsiya jarayoni aholi va avtomobillar sonining o'sib borishini hisobga olgan holda shahar ko'chiruv tarmog'ini rejalashtirish tamoyilini takomillashtirish, shahar ko'chiruv tarmog'ini samarali rejalashtirish hisobiga ko'chiruv tarmog'ining yuklanganlik darajasini pasaytirish va shahar hududida manzilga yetib borish integral imkoniyatini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotimizning obyekti sifatida Urganch shahar ko'chiruv tarmog'i hamda unga tutash avtomobil yo'llari belgilandi. Predmet sifatida esa transport oqimining holati, ko'chiruvlarning rejalashtirish tamoyillari olindi. Tadqiqot jarayonida matematik statistika, modellashtirish, rejalashtirish va geoaxborot texnologiyalar usullaridan foydalanildi. Tadqiqotimizning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat. Shahar ko'chiruv tarmog'ida transport oqimining holatini tadqiq qilish natijasida harakat tezligiga, harakat jadalligining va transport oqimi zichligi ta'siri o'rganildi. Shuningdek, harakat jadalligi va harakat tezligining hamda transport oqimi zichligi va harakat tezligining o'zaro bog'liq qonuniyatlari aniqlandi. Urbanizatsiya jarayoni aholi va transport vositalari sonining yillik o'sish sur'atini hisobga olgan holda hamda yo'l tarmog'i zichligini fazoviy tahlil qilish asosida shahar hududining kengayish tezligini aniqlash modelning konseptual blok sxemasi ishlab chiqildi. Shahar hududining kengayish tezligini aniqlash modelining konseptual blok sxemasiga ma'lumotlarni tahliliy qayta ishlash va ekonometriyaga asoslanib modellashtirish, kodlash, regressiya tahlili hamda xatoliklarni tekshirish orqali shahar hududining kengayish tezligini aniqlashning ko'p o'zgaruvchilik logaritmik regressiya modelining matematik ifodasi aniqlandi. Urbanizatsiya jarayoni aholi va transport vositalari sonining o'sish sur'ati va yo'l tarmog'i zichligini fazoviy tahlil qilish orqali shahar hududining kengayish tezligini aniqlashning ko'p o'zgaruvchilik logaritmik regressiya modeli asosida yo'l tarmog'i zichligini aniqlashning matematik ifodasi ishlab chiqildi. Jadal urbanizatsiya jarayoni aholi va transport vositalari sonining o'sib borishini hamda shahar hududining kengayib borish tezligini hisobga olgan holda shahar ko'chiruv tarmog'ini rejalashtirish tamoyili takomillashtirildi. Tadqiqotimizning ilmiy ahamiyati shahar ko'chiruvlari tarmog'ini rejalashtirishda urbanizatsiya jarayoni aholi va transport vositalari sonining o'sish sur'ati va yo'l tarmog'i zichligini fazoviy tahlil qilish asosida shahar hududining kengayish tezligini aniqlashning ko'p o'zgaruvchilik logaritmik regressiya modeli orqali yo'l tarmog'i zichligini va uzunligiga bo'lgan talabni aniqlashning matematik ifodasi ishlab chiqilganligi hamda shahar ko'chiruv tarmog'ini rejalashtirish tamoyili takomillashtirilganligi bilan izohlanadi. Amaliy ahamiyati esa Urganch shahar ko'chiruv tarmog'i ilmiy asosda rejalashtirilganligi va taklif etilgan yechimlar shahar yo'llarida transport oqimlarining harakat sharoitining qulayligini oshishi hamda harakat uzluksizligini ta'minlashi natijada ko'chiruv tarmog'ining o'tkazuvchanligi ortishi va avtomobillarning manzilga yetib borish vaqtini qisqarishi bilan izohlanadi. Mazkur dissertatsiya tadqiqotlari natijasida Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan maqolalarga qo'yilgan talab to'liq bajarilgan. O'rganilgan ilmiy tadqiqotlar tahlilida Dualizifo, Xinxizian tomonidan olib borilgan dunyoning 4 ta yirik shaharlari, ya'ni New York, London, Chicago va Pekinda
yo'l shahar hududining kengayish tezligi va yo'l tarmog'i zichligi aniqlashning o'zaro qonuniyatlari aniqlangan va ularning o'zaro bog'liq egishsizligi grafiki quyidagicha qurilgan. Ushbu slaydda esa aholi punktlariga ko'cha yo'l tarmog'ini moslashtirish modeli poltavalik olimlar Irina va Vladimir tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bunda velosiped, piyoda va tramvay muhitini umumlashtirib, ko'cha yo'l tarmog'ini tizimli modellashtirish, ya'ni moslashtirish tamoyili aks ettirilgan. Ushbu blok sxema fransiyalik olimlar Remy Luhman va Marsh Berdi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bunda yangi aholi punktlari va jamoat joylari qo'shilganda ko'cha yo'l tarmog'ini shakllantirish va rivojlantirish algoritmini tasdiqlash uchun ishlab chiqilgan. Ya'ni shahar infratuzilmasi yoki ko'cha yo'l tarmog'i bosqichma-bosqich qanday shakllantirilishi ko'rsatib, yangi hududlar yoki jamoat joylari qo'shilib borishi orqali tarmoqni rivojlantirish tamoyilini asoslaydi. Ushbu slaydimizda esa bugungi kundagi shahar ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirishning mavjud tamoyillari keltirib o'tilgan. Jumladan, ilmiy prognozlash tamoyili, integratsiya tamoyili, multimodal tizim tamoyili, modellashtirish tamoyili, piyoda 15 daqiqa tamoyili, intellektual boshqaruv tamoyili, ekologik barqarorlik tamoyili amalda foydalanib kelinmoqda. Quyidagi slaydimizda esa shahar ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirishning bugungi kundagi mavjud sxemalari keltirib o'tilgan bo'lib, ularning afzallik va kamchiliklari tahlil qilindi. Biz tadqiqotimiz doirasida radial halqa sxemasidan foydalanishni tavsiya qildik. Bugungi kunda jahonda va respublikamizdagi urbanizatsiya jarayoni quyidagi grafiklarda keltirilgan bo'lib, dunyo aholisining 4,9 milliardga yaqini bugungi kunda shaharlarda istiqomat qilmoqda. Shuningdek, bu ko'rsatkich oxirgi yillarda O'zbekistonda ham biroz jadallashib, so'nggi yillarda shahar aholisining 50%dan O'zbekiston aholisining 50%dan ortib shaharlarda istiqomat qilmoqda. Shuningdek, dunyo xaritalarini tahlil qilganimizda bu ko'rsatkich asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda birmuncha yuqori ekanligi aniqlandi. Tadqiqotimiz obyekti Urganch shahrining aholisi va urbanizatsiya jarayoni tahlil qilindi va 2045-yilgacha bo'lgan so'nggi 20 yillikdagi holati prognoz qilindi va quyidagi grafikda keltirib o'tildi. Urganch shahrining aholi va transport vositalari sonining ko'cha yo'l tarmog'ining mavjud holati tahlil qilindi. Tahlillardan ko'rish mumkinki, aholi sonining ortishi bilan birgalikda transport vositalari soni ham ortib bormoqda. Shuningdek, asosiy transport vositalarining sonining ortishi yengil avtomobillarda yuqori ekanligi aniqlandi va transport vositalari bilan ko'cha yo'l tarmog'ining bog'liqligi o'rganilganda asosiy jadal o'sish transport vositalarida ekanligi keltirib o'tildi. Ko'cha yo'l tarmog'i deyarli o'zgarmagan. Tadqiqotimiz obyekti uchun tanlab olingan shaharga kirib keluvchi 6 ta avtomobil yo'li va shahar magistral ko'chalari nomlari keltirib o'tilgan. Shuningdek, Urganch shahriga 6 ta avtomobil yo'lidan kirib keluvchi transport vositalarining soni hamda shaharda chiqib ketuvchi transport vositalarining soni va so'nggi 10 yillikdagi transport vositalarining prognozlari va oqimning tarkibi quyidagi diagrammalarda keltirib o'tilgan. Bugungi kunda Urganch shahar ko'cha yo'l tarmog'ining mavjud holati quyidagi xaritada keltirib o'tilgan. Bu yerdagi kiruvchi va chiquvchi transport vositalarining soni hamda ro'yxatga olingan transport vositalarining soni va bir sutka davomida ko'cha yo'l tarmog'ida harakatlanadigan avtomobillarning soni va oqimning zichligi keltirib o'tilgan. Ushbu grafikda avtomobil yo'llarining shaharga kirib kelish bo'laklarida kunning tig'iz soatlarida avtomobillarning harakat tezligi tadqiq qilindi va egalik taqsimotida jamlangan zichlik grafiklari qo'yildi. Ko'rishimiz mumkinki, kunning tig'iz paytlarida D213 mana Urganch hamka avtomobil yo'llarida modal tezligimiz 30-35 km/soatgacha tig'iz paytlarda tezlik tushib ketishi aniqlandi. Shu ko'rsatkich ushbu jarayon shaharning magistral Pahlavon Mahmud, Tinchlik al-Xorazmiy, Islom Karim, Abulg'oziy Bahodirxon va Xonqo'yli ko'chalarida ham tadqiq qilindi. Ushbu ko'chalardagi harakat tezligimizni o'rganilganda eng yuqori 85% ta'minlangan tezlik Belik Pahlavon Mahmud ko'chasida 25-30 km/soatgacha tig'iz soatlarda tashkil qilishi aniqlandi. Shahar ko'cha yo'llarida harakat miqdori va harakat tezligi o'rtasidagi bog'liq qonuniyatlar aniqlandi va ularning tenglamalari qurildi. Ko'rish mumkinki, harakat miqdori oshgan sari harakat tezligi ham kamayib bormoqda. Bu esa o'z-o'zidan zichlikning oshishi bilan oshishiga ta'sir qiladi. Shahar ko'cha yo'llarida transport zichligining harakat tezligiga bog'liqligi o'rganildi. Oqimning zichligi oshishi natijasida harakat tezligi ham kamayib bormoqda va ularning tenglamalari quyidagicha qurildi.
Shahar ko'cha yo'llarida bugungi kundagi tadqiqotlarimiz natijasida bo'lgan shahar magistral ko'chalarning o'tkazuvchanlik qobiliyati yuklangan baholandi. Hamda olib borilgan tadqiqotlarning baholash natijalari Urganch shahar mavjud xarita sxemasi keltirildi. Ko'rish mumkinki, kunning tig'iz soatlarida shaharga oqim kirib keluvchi 6 ta avtomobil yo'lida va shahar magistral ko'chalarida oqimning holati to'yinki oqim holatiga kelishi aniqlandi. Bu esa o'z-o'zidan shahar markazida manzilga yetib borish integral imkoniyatiga keskin ta'sir ko'rsatib, tadqiqotlarimiz natijasida shahar markazidan shaharning chetki bo'laklarigacha manzilga yetib borish vaqti 50-55 minutgacha vaqt sarflanishini ko'rsatdi. Olib borgan tadqiqotlarimiz natijasida olingan qonuniyatlarga asoslangan holda hamda Guaringiz va Xintizan tomonidan olib borilgan tadqiqotlarni takomillashtirish uchun biz Urganch shahar hududining kengayish tezligini aniqlashlik konseptual blok sxemasini ishlab chiqdik. Ushbu blok sxemani ishlab chiqish jarayonida biz o'zimizni ko'rsatkichlarni, ya'ni urbanizatsiya jarayonini, aholi transport vositalari soni hamda manzilga yetib borish vaqtini ko'rsatib statistika dasturiga kiritib qayta ishlash jarayonini olib bordik. Va qayta ishlash jarayonidan keyin EVS dasturiga olingan ko'rsatkichlarni kiritib modellashtirish va o'sha modellashtirish jarayonida kodlar orqali kiritib regression tahlilni yuzaga keltirdik. Va o'sha regression tahlil asosida quyida shahar hududining kengayish tezligini aniqlashning modelini ishlab chiqdik. Ushbu modelni ishlab chiqish jarayonida xatoliklar darajasini tekshirib yuqori model darajasiga erishganimizdan keyin JavaScript dasturida tekshirib natija qabul qilindi va model mabodo agar natijaga chiqilmasa unda orqaga qayta ishlashga qaytiladi. Va natijada ishlab chiqqan modelga o'zimizning ko'rsatkichlarni kiritib, urbanizatsiya, aholi va transport vositalarini kiritib modelni takomillashtirdik. Takomillashtirish natijasida biz Urganch shahar hududining kengayish tezligini quyida ishlatiladigan regression ko'rsatkichlari va qiymatlarini aniqladik. Olingan model va takomillashtirish asosida Urganch shahar ko'cha yo'l tarmog'i zichligini aniqlashning matematik ifodasini topdik va matematik ifodani qo'llash orqali Urganch shahrining kelajakdagi transport vositalari urbanizatsiya jarayoni aholini hisobga oladigan yo'l tarmog'ining uzunligiga bo'ladigan talabni aniqladik. O'sha model asosida yo'l zichligi, urbanizatsiya jarayoni, aholining o'sishi bilan o'zaro bog'liq uch o'lchamli modelni qurdik va bu albatta urbanizatsiya jarayoni, aholi va oshib borish natijasida yo'l zichligini ham oshib borishi aniqlandi. Istiqbolda shahar hududining kengayishi va shahar ko'cha yo'l tarmog'ining uzunligining oshib borishi orasidagi bog'liqliklarni quyidagi grafikda ko'rdik. Bunda ko'rishimiz mumkinki, istiqbolda 20 yil davomida shahar hududining kengayishi bilan birgalikda yo'l tarmog'ining uzunligi ham oshib boradi va bunga mutanosib yo'l tarmog'i qancha necha kilometrni tashkil qilishi kerak deb quyidagi jadvalda keltirib o'tilgan. Tadqiqotlarimiz natijasida biz ishlab chiqqan tamoyillarga asoslanib istiqbolda 20-yilda Urganch shahrining ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirish loyihasini qurdik. Loyihamiz quyidagi Kudix dasturida aks ettirilgan bo'lib, bunda asosan istiqboldagi ko'cha yo'l tarmog'ining uzayishi, undagi yo'llarga bo'lgan talab keltirib o'tilgan. Bu yondashuv kelajakda Urganch shahri uchun aholi va transport vositalari va urbanizatsiyani hisobga oladigan to'laqonli aholining shahar ko'cha yo'l tarmog'iga yechim bo'ladigan tavsiya etilmoqda. Tadqiqotlarimizda shahar ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirish bilan birgalikda shahar ko'cha yo'l tarmog'iga kirib keluvchi transport vositalarining shaharga kirish joylarida transport markazlarini tavsiya qildik. Ushbu transport markazlarining asosiy vazifasi shaharga kirib keluvchi avtomobillarning shaharga kirish joylarida ushlab qoladi va bunda 1000 o'rinli avtoturargoh ham rejalashtirilgan. Shuningdek, bu joyda shahar ichidagi yo'nalishli transport vositalari va Urganch shahriga viloyat tumanlaridan keladigan transport vositalarining ham bu yerdagi bog'lash masalalari keltirib o'tilgan, bu tugun vazifasini bajaradi. Ishlab chiqqan transport markazi tavsiya etilayotgan transport markazimizdagi avtoturargohning xizmat ko'rsatish quvvatini aniqlash uchun biz ommaviy xizmat ko'rsatish nazariyasiga asoslanib Erlin modelini qo'lladik. Ushbu modelni qo'llash natijasida avtoturargohning kun davomida transport vositalariga xizmat ko'rsatish darajasi aniqlandi va bu bir sutka davomida har bitta transport markazi 6000 ta avtomobilni ushlab qolish quvvatiga ega ekanligi, shuningdek 6 ta transport markazi kun davomida o'rtacha 36000 ta avtomobilni ushlab qolish quvvatiga ega.
va shaharga kiruvchi transport vositalarining 30%ni o'rtacha ushlab qola oladi. Mana shu ishlab chiqqan tavsiyalarni va shaharni qayta rejalashtirish asosida transport vositalarining manzilga yetib borish integral imkoniyatini qaytadan baholadik va qayta baholashlarimiz natijasida shahar markazidan shaharning chetki bo'laklarigacha manzilga yetib borish vaqti 30-35 minutni oldingi bugungi kundagi mavjud holatdan 15-20 daqiqaga qisqarishi aniqlandi. Tadqiqotlarimizda iqtisodiy samaradorlikda tejalgan vaqtga asoslanadigan modeldan foydalanib, 20 daqiqa qisqarish hisobiga qancha iqtisodiy samaradorlik yuzaga kelishi aniqlandi va shuningdek bu ko'rsatkichlarga asosan bugungi kundagi avtomobil shahar magistral ko'chalaridagi avtomobillarning harakat jadalligi va vaqtning qiymati hamda bugungidagi birja narxlarida yoqilg'ining narxlari keltirib o'tildi. Shuningdek, kun davomida 17.688 avtomobilni hisoblab 229.500.000 so'mni kun davomida tashkil qilish va yillik iqtisodiy samaradorlik 83.767.500.000 so'mni tashkil qilishi aniqlandi. Umumiy xulosalar tadqiqotimiz bo'yicha shahar kengayish tezligi va yo'l tarmog'i zichligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aholi punktlarida ko'cha yo'l tarmog'ini moslashtirish modeli, jamoat joylarida ko'cha yo'l tarmog'ini shakllantirish va rivojlantirish algoritmi kabi ko'plab shahar ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirish bo'yicha bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlari tahlilidan aniqlandiki, shahar ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirishda jadal urbanizatsiya jarayoni aholi va transport vositalari sonining o'sish sur'atini hisobga oladigan tamoyillar bugungi kungacha ishlab chiqilmagan. Tadqiqotlar va tahlillar natijasidan ma'lum bo'ldiki, bugungi kunda respublikamizdagi shahar aholisi 57.6% tashkil qilishi va so'nggi 10 yilda ushbu jarayon jadallashib borayotgani, shuningdek, Urganch shahriga 6 ta transport oqimiga kirib keluvchi avtomobil yo'llarida sutkalik avtomobillar 84.800 kreditlarni va chiquvchi transport vositalari 67.372 tani, sutka davomida 143.308 avtomobil ko'cha yo'l tarmog'ida harakatlanishi va ko'cha yo'l tarmog'iga har bir kilometrga to'g'ri keluvchi avtomobillarning soni keltirib o'tilgan. Urbanizatsiya jarayoni aholi va transport vositalari sonining yillik o'sish sur'atini, yo'llarda manzilga yetib borish imkoniyati ko'rsatkichlari hamda yo'l tarmog'i zichligini fazoviy tahlil qilish asosida yaratilgan shahar hududining kengayish tezligini aniqlashning ko'p o'zgaruvchili logaritmik regressiya modeli va yo'l tarmog'i zichligini aniqlashning matematik ifodasidan foydalanib, shahar ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirish tamoyili takomillashtirildi. Shahar ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirishning takomillashtirilgan tamoyili asosida Urganch shahar ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirish loyihasi ishlab chiqildi va ushbu loyihaning joriy qilinishi orqali manzilga yetib borish integral imkoniyati 55 minutdan 35 minutgacha, ya'ni 36.4% qisqarishi aniqlandi. Shahar ko'cha yo'l tarmog'ida yo'lning yuklanganlik darajasini pasaytirish bo'yicha chora-tadbirlar, ya'ni shahar ko'cha yo'l tarmog'ining tashqi avtomobil yo'llari bilan bog'lanadigan 6 ta avtomobil yo'lida 1000 o'rinli avtoturargoh joylari ishlab chiqildi va ushbu avtoturargohning kunlik quvvati ommaviy xizmat ko'rsatish nazariyasiga asoslanib e'lon modelidan qo'llanilgan holda sutkalik avtomobillarning 30%, ya'ni 36 ming avtomobilni ushlab qolish quvvatiga ega ekanligi aniqlandi. Shahar ko'cha yo'l tarmog'ini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalarning iqtisodiy samaradorligi yiliga 83.767.500.000 so'mni tashkil qilishi aniqlandi. Tadqiqotimiz doirasida yuqori qurilish tashkilot avtomobil yo'llari qo'mitasi va qo'mita tasarrufidagi, shuningdek tasarrufdagi tashkilotlardan olingan ma'lumotnomalar, davlatnomalar hamda Urganch shahri hokimiyatidan olingan davlatnomalar keltirib o'tilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'lumot tugadi. Ma'lumot yuzasidan bunday qanday savollar bor? Rahmat. Tashqi avtomobil yo'llarining shaharga kirib kelish bo'laklarida va shahar ko'cha yo'llari tarmog'ida transport oqimining holatini tadqiq qilish. Rahmat savol uchun. Bu vazifa bo'yicha Urganch shahriga o'sha 6 ta transport oqimiga kirib keladigan avtomobil yo'llaridagi sutkalik harakat jadalligi, harakat miqdori aniqlandi. Sutka davomida kirib keluvchi hamda
shaharda sutka nomida chiqib ketuvchi transport vositalarining miqdori aniqlandi. Quyidagi grafiklarda aks ettirildi. Shuningdek, o'sha kirib keluvchi oqimning tarkibi ham quyidagi diagrammalarga keltirib o'tildi. Yaxshi aniqladi. Keyingi ishimiz bilan Rahmat savolingiz uchun ustoz. Bu bo'yicha o'sha kirib keluvchi avtomobillarga qo'shimcha kuch yo'llanma rejalashtirish bilan birgalikda ushlab qoluvchi transport markazlari va undagi avtoturargohlarning rejasini tadqiq qildik. Ya'ni o'sha kirib keladigan 84 mingta avtomobilni 30%ga ushlab qolish quvvatliga o'shandan harakat miqdorini aniqlab turib, buni qo'shimcha ravishda tavsiya qildik. Ona o'rgandik. 4 millionga tashabbur. Bunun için böyleyiz. Bunun için gerek bu. Ko'rsatmaga o'yib düşündüm. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Buni dunyoning 4ta yirik o'sha New York, London, Chicago, Pekindagi shahar hududining kengayishi va yo'l zichligi bu nimada bu olimlarning ishlarida o'rganilgan. Biz bunga endi o'zimizning ishlarda, o'zimizning tadqiqotimiz doirasida o'sha urbanizatsiyani, aholi transportlari hamda manzilga yetib borish vaqtini 3 ta transport, ya'ni avtobusda, yengil avtomobilda va velosipedda foydalanib turib, o'sha manzilga kirib takomillashtirdi. Bana bahalı mahmut. Tezliğini böyle 25. Ben 85 tarzı geldik. Ben 25 kilometre Doğru. Doğru. Onu ana ses yine aşışlı mümkün. Tezlik aldı. Dışarı karar 45 kilometre. Orada da aşışlı var. Onun için bunu organında hatta öyle öğrenecek. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Bu bo'yicha o'sha shaharning tadqiqotimiz obyekti uchun tanlab olingan magistral ko'chalardagi tezliklarni va tirbandliklar, ya'ni tig'iz paytlarda tirbandliklarni sodir bo'lish natijasida avtomobillarning harakat tezligi qancha kilometr o'sha modal tezlik tashkil qilyapti, shu maqsadda o'rgandik. Va bunga qo'shimcha o'sha chora-tadbirlarni ko'cha yo'l tarmog'ini uzayishini va qo'shimcha ravishda ko'cha yo'l tarmog'ini uzaytirish bilan birgalikda transport markazlarida o'sha avtomobillarni kamaytirish bo'yicha boyagi avtoturargohlar rejasini berdik. Endi o'sha biz berayotgan tavsiyalar asosida shaharning ko'cha yo'l tarmog'ining uzunligi oshsa, ya'ni transport markazlari ma'lum bir foizi ushlab qolinsa, harakat tezliklari o'sha 20-25-30 km/soatdan yuqoriga o'zgaradi. Rahmat. Olay taklaşmışlardı. Sonra bu sefer ne var? Olay taklaşmışlar. Rahmat. Nazar. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Menda bitta savol bor edi. Mana Hazarasp tomonidan keladigan avtomobil yo'lidagi harakat tezligi, harakat jadalligi va hokazolar o'rganilganda Urganch shahriga. O'shanda siz mana masalan o'sha yo'lda joylashgan Jahon bozori deyiladi. Demak haftaning ish kunlarida u bozor o'zini ish faoliyatini davom ettiradi va harakat jadalligi o'sha yo'lda juda ham oshib ketib qoladi. Shu narsani siz hisobga olgansizmi? Mana bu transport oqimi xarakteristikalarini o'lchaydiganda. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Hisobga olingan bular, ya'ni haftaning o'sha harakat jadalliklarini o'lchash bo'yicha amaldagi MKM 45/2007 me'yoriy hujjatlari bo'yicha belgilangan hafta kunlarida hisobga olingan va bu faqat shanba, yakshanba kunlari emas, ish kunlarida hisobga olingan. Aynan o'sha Urganch Xonqa yo'nalishida sutka hafta davomida o'rganganda o'sha yo'nalishda harakat miqdori
boshqalarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Chunki bu tarafdan faqat Xonqa yo'nalishi emas, Hazorasi hamda Amudaryo, ya'ni u yog'i tuproq qaladan ham harakat oqimi kirib keladi. Viloyatning asosan 3 ta tumani o'sha D213 avtomobil yo'lidan kirib keladi. Rahmat. Tamam. Bakalım. Bir modern slide ne olur şu gibi usus hepsi bir ahvalını usus nokta var. Bu temsiller var. Müteahhit. Hani bu sebepte hareketler şimdi ona tasdik temsil ediyor. Bahar olacak. Asıl hakkında temsiller var. Kıymetler var. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Buning asosi o'sha o'rganilgan biz boyagi 4 ta dunyoning yirik shaharlarida o'lchangan modelga biz o'zimizni ko'rsatkichlarni boya dasturlarga kiritish orqali dasturdan oldik bu. Bu modelida o'zimiz ko'rsatkich. Bunga avtomobil, ya'ni aholi soni, urbanizatsiya, aholi soni, urbanizatsiya jarayoni, transport vositalarining soni hamda manzilga yetib borishda 3 ta avtomobil, ya'ni 3 ta transport vositalari, avtobus, yengil avtomobil hamda velosiped ko'rsatkichlari bo'yicha oladi. Umumiy 5 ta ko'rsatkich modelga kiritilgan. Aslında vaqt davomidagi kimsi maqsadimiz. Yuqorida davlat gibi Bo'lmi? LMP o'sish sur'atini o'rgan. ikinci bu üçüncü rakımda. Davlat bu vaqt davomida bildirilgan. Yuqoridagi mavjud vositaga sistem. Bu bizda takomillashtirilgan modelimiz o'sha. Takomillashtirilgan. Necha chiqdi? Qana necha foizlari? Natijasi nima xulosa chiqaramiz? Bilmas. Rahmat ustoz savolingiz uchun. O'sha modelga bunda o'zi aholi bilan shaharning hududi bilan yo'l zichligi berilgan mavjudida, mavjud modelda. Biza o'zimiz boyagi ko'rsatkichni kiritish orqali modelni takomillashtirganmiz. Va takomillashtirish natijasida aholi urbanizatsiya bilan aholining o'sishi bilan birgalikda zichligi ham oshib boryapti. Xulosa beramiz. Xulosa berdik. Shu qiymat darajasi bo'lsin. 10 Yoki 20 ming farq yo'q. Qani bir qiymat chiqsa hisoblaymiz. yo'lni zichligi mana o'sha istiqbolda, ya'ni 20 yilda shaharning kengayish hisobiga yo'llar o'zayapti, zichlik mana oshyapti. Ya'ni yaxshilanyapti. Yetishchilarning qo'shimcha yo'l va o'qish rejasini yo'q. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Amalda 293,5 kilometr yo'l mavjud bugungi kunda. Biz bunga qo'shimcha 640 kilometr yo'lni 20 yil mobaynida, 20 yil mobaynida 640 kilometr yo'lga ehtiyoj bor. Agar aholi bilan urbanizatsiya xuddi bugungi davrda prognozga oshib borsa, o'shanda 640 kilometr yo'lni qo'shimcha qurish natijasida biz muammoning yechimiga ta'sir beryapmiz. Bu ikisiyle mavjud tarmoqlarda solishtirishdi. Siz radial xalta. Hozir mavjud sistema qaysi butun shahar. Radial xalta mana mavjud. Rahmat savolingiz uchun. Bugungi kunda mavjud holatda Urganch shahri. Ko'cha yo'l tarmog'i, shu sxema davom ettirilib, qo'shimcha ravishda shaharning hududining kengayishi mana mavjud holatda shaharning hududi necha kvadrat kilometrga kengayapti va bunga mutanosib yo'l tarmog'i qancha bo'lishi kerak degan tavsiya berilmoqda. Urganch shahri uchun shu eng ma'qul tarmoq sxemasi. Agar aholi va urbanizatsiya ko'rsatkichi shu prognoz kabi oshib borsa yiliga. Chunki aholi prognozi so'nggi 15 yildagisi olingan. Uçak kalıcı ayaklarına göre bastılar. Ötesinde iki göller diye sözcük ettik. Ben iki göller. Şeyde üçüncü söyledim mi? Rahmat savolingiz uchun.
Bular bu transport markaziga shaharni ichidagi yo'nalishli transport vositalari o'sha transport markaziga oxirgi bekatlar olib chiqiladi va shuningdek viloyat tumanlaridan keladigan transport vositalari ham xuddi shu joyga keladi. Chunki bunda shahar avtobuslarining kelish joyi va tumanlar avtobusining kelish joyi tavsiya berilgan. Ikkalasi bu joyni rejalashtirish joyi istiqbolli 20 yil ichida shaharning kengash hududining kirish joylaridan berilyapti. Va o'z-o'zidan o'sha joyda ikkita yo'nalishli transport vositalari bog'lanadigan tugun hosil bo'lyapti bir-biriga. Ya'ni keladi shu yerga mashinasini o'sha shaxsiy avtomobillarini haydovchilar xohlasa qoldirib, Urganch shahar yo'nalish transport vositasiga chiqib ketadi. Tugun vazifasini bajaradi. Yani tugunni ishlashini ham tashkillar, ishlashi, ham tashkillar. Ishlash rejimi Tugun tashlaydi. rahmat ustoz. Tashlaydi. Sizlarning nazariy e'tiboringizni boshlasdan o'tib, qo'ydi, boshqa transportga o'tirib, boshqa ishlarga ketib, bajarib ketmoqda. Rahmat savolingiz uchun. Endi unda albatta o'zini shaxsiy avtomobillarni qoldiradigan bo'lsa, ularga imtiyozlar berish, xorijiy tajribadan oladigan bo'lsak, imtiyozlar berish masalasi, demak shunga qo'ysa, misol uchun ma'lum bir vaqtga chegirmalar berish, agar unda uzoq vaqt qoladigan bo'lsa, ya'ni iqtisodiy tomonlarga chegirmalar berish orqali tadbir qilinmoqda. Shuni chegirmalar yaratdi. Çünkü o'ziga agar shular chegirmalar bo'lishi tizim ha ishlaydi. O'siz shaxsiy mashinaga keldi, to'g'rimi? O'qadan keldingizmi? Ha? Boshqadan keldingizmi? Siz qaysi shaharga transportga bormoqchisiz, to'g'rimi? Lekin ish joyiga bormoqchisiz, mashinangizni qo'yibsiz. Sizga to'lov yo'q. Parasparlar to'lov var degan. Pulsiz qo'yibsiz. Sanat bu şey için nazir değil mi? Yana boshqa taksi shusiz. Yo'q, endi yo'nalishli transport vositalarini berib ochganimizda, yo'nalishli transport vositalarini o'sha bu markazga oxirgi bekatlar olib chiqilyapti. Shaharning ichidan oxirgi bekatlarga qarab. Chunki yo'nalishli transport vositalariga o'sha ya'ni nima deydi? Hozir bugungi mana Bright tizimi bo'yicha alohida o'sha avtobuslarga yangi tasmalarni joriy qilish masalalari, shu kabi boshqa endi yangi yondashuvlar bo'lyapti. Haydovchilar o'zidan nima deydi? Haydovchiga sharoit yaratib beriladi endi. Shu yerga qo'ysa ikkinchi manzilga qulayroq yetib borish uchun yengil avtomobilga ko'ra, shaxsiy avtomobilga ko'ra jamoat transportida qulay yetib borish uchun. İşin babası gibi seferde Jamoat transportini analiz oshirish kerak. Jamoat transportları sağlanıyor. Jamoat transportda ideal ishlarga qaytarish bakışlar. Jamoat transportlar degan bu shahar hamma hududga va yetib boradigan marshrutlar mavjud bo'lsin. Va Bakın o işlere güzel avtobüs tezgahı gibi yapmış. Yengil avtomobildan. Bu da gerçekten Yengil avtomobildan ko'ra to'g'ri. Shaxsiy cevap var. ustuvorlik berish kerak. Fakat bu teklif bana bakın bu nasıl işler değil. Altı şahar ihtiyaçları olacaksın. Her altında. Şahar aldığı istersen iyi gelip boş geçer. Sen like taking it for residents. Hozir 26 slayt yasasan.
siz taklif qilayotgan manada Urganch shahri misolida olingan. Toshkent, Samarqand shaharlarida ham shunday bo'lsa bo'ladimi? Rahmat savol uchun. Qo'llansa bo'ladi, faqat o'sha qaysi shaharni qo'llash kerak bo'lsa, o'sha shaharni bizga kelgan ko'rsatishlari kerak. O'sha aholi soni, urbanizatsiya ko'rsatishlari, transport vositalari soni hamda o'sha transport bo'yicha uylarlari. Bunga rahmat. Investorlarga shular hisobga olingandan qanday yana ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirish tamoyillariga bo'yicha tavsiyalar berganmiz. Shu tavsiyalarda amalga oshirilsa qanday iqtisodiy samaraga erishish kerakligi, qancha pul kerakligi aniq hisoblangan. Rahmat savolingiz uchun. İqtisodiy samaradorligimizda endi biza tadqiqotimiz doirasida vaqtni hisobiga o'sha tejaladigan boya 55 daqiqadan 30-35 daqiqaga qisqarishi hamda yoqilg'ining tejalishi. Har bitta avtomobil uchun o'sha 0.5 litr yoqilg'ining tejalishi hisobga olingan. Ikkita ko'rsatkich bo'yicha iqtisodiy samaradorlik chiqqan. Agar o'sha bular o'z-o'zidan harakat jadalligiga bog'lanyapti, harakat miqdori. Xuddi shunday harakat miqdori bo'ladigan bo'lsa, umumiy hisobdan kelib chiqib, sutkalik 229 million 500 ming so'm iqtisodiy samaradorlik. Agar harakat jadalligi kam bo'ladigan bo'lsa, bu ham kam bo'ladi. Sizning tamoyillaringizda chora-tadbirlaringizni amalga oshirganda shuncha pul kerak bo'ladi, to'g'rimi? Agar harakat jadalligi mana shunday dissertatsiyamizdagi o'lchangan, olingan natijalar bo'yicha bo'lsa. Evet, evet. Hani gelip sorular var ya, sürekli sorular var. Madem universal mesela. Ha? Siz İnanılmaz takamlaştırırız. Hani başlıyor bir takamlaştırırız. İnanılmaz takamlaştırırız. Madem takamlaştırırız. Ya tamam. Burası değil mi? Ha? Burası. Takamlaştırırız. Salaklarım. İnanılmaz takamlaştırırız. Bu rahmat savol uchun. Bu o'zi mavjud model edi, bor edi. Ya'ni o'sha o'rganilgan tadqiqotlarimiz doirasida mavjud model bor edi. Bunga aholini transport vositalarini urbanizatsiya hamda kiritib turib model takomillashtirildi. Bu kiritish takomillashtirishda dasturlar orqali foydalanildi. Ya'ni o'sha takomillashtirishga ana deydi. Bazamda dedik. Takomillashtirdik. Bu bilan takomillashtirdik. To'g'rimi? Ana takomillashtirdik. aholi soni, transport vositalari soni hamda Bular hammasi modelde bor. modelda yo'q edi. Faqat Faqat shahar hududining kengayishi bor edi, yo'l tarmog'i zichligi bor edi mavjud modelda. Mavjud modelda modelde yo'q. yo'q, modelda yo'q edi. Mana aholi Oldu bu sene modeli. Yani bu sene modeli. Siz universal modeli varsınız. Sene modeli kalkıyorsunuz. Sana kılır. Şu ilk asası faktörlerle satıyor almayı modeli mesela. rahmat usta savolingiz uchun. Shu o'rganilgan tadqiqotlardagi modelda faqat shaharning kengayishi bilan yo'l tarmog'i zichligi berilgan. Mavjud modelda. Biz bunga ya'ni o'sha tadqiqotimiz doirasida olingan, ya'ni transport vositalarining sonini, aholi sonini hamda urbanizatsiya ko'rsatkichlarini kirib turib modelni takomillashtirdik. Agar da ilgarigi mavjud modelda aholi soni bilan transport soni bo'lmasa, bu modelni asosda kengaytirishni asosiy faktor. Shahar urbanizatsiyasini bildirgan asosiy faktorlardan bittasi. Agar suvsiz mavjud model ishlar olayotgan bo'lsa, bu model ishlamaydi. Bunu o'zi aytyapsiz. Aholining o'sishiga aytyapsiz, to'g'rimi? Transport vositalariga o'sishi, to'g'rimi? Shu asosda kelib chiqyapti, to'g'rimi? Agar mavjud modelda shu yo'q bo'lsa, bu model harakat qilmaydi. Bu ish mumkin. Siz yo'l aşağı qo'shib turibsiz, to'g'rimi? Transport vositalarini Chunki rahmat savolingiz uchun. olib o'sib.
Chunki bu modelda ya'ni ko'p faktorli model bo'lganligi uchun o'sha ishlab chiqilgan olimlar tomonidan model ko'p ko'rsatkichli model bo'lgani uchun bunga qo'shimcha ravishda ushbu ko'rsatkichlar kiritilgan modelga. Chunki model asosiy mana modelning negizi bu yerda berilgan. Asosiy model. O'sha yerda işte ko'rsatkich yo'q. Biz shunga o'zimizning ko'rsatkichlarni kiritib modelni takomillashtirganmiz. Biz shu ikki ko'rsatkichni kiritib, bu takomillashtirdik. Takomillashtirdik. Qo'shimcha bularda mavjud model ishlab chiqishda masofaviy zonlash orqali endi o'sha ma'lumotlarning yopiqligi sababli yillar nomida test dasturlari asosida shaharning kengayishligiga masofadan zonlash orqali modelni yaratib ishlab chiqqan. Lekin ularda o'sha urbanizatsiya aholi ko'rsatkichlari bo'lmagan. Biz bunga o'sha ko'rsatkichni kiritib turib modelni takomillashtiramiz. Mavjud modelni. Yok. Bu da ya. Se passare in una teoria che va di cultura che sta in storia da avanti vai. Şu mavzu bugün de hatta dolzarb mavzularga qaratiladi. Chunki shaharlar bilgan gibi kengayib bormoqda. Chunki urbanizatsiya jarayonlashib shaharlar qurilishdan boshqa shaharlar atrofdagi rayonlar qanchalik kengayib boryapti. Shu tendensiya butun O'zbekiston bo'yicha davom etadi. Oxirgi yillarda ijtimoiy va iqtisodiy masalalar taqalib qolgan. Qishloq hududlardagi aholini shahar markazlariga, shaharlarga ko'chish munosib jadallashib boshqa shaharda ham bu kunda 5,5 million aholi hozir yashab turganda aslida 3,800,000 ro'yxatdan o'tgan aholimiz. Ya'ni aholining ko'pchilikdan ko'payish hisobiga hududdan 2,5 million aholi yashaydigan megapolisga aylanish kerak. Mana shunaqa masalalar borki, bunda endi yo'l tarmog'i qanday bo'ladi, transport boshib bo'ladi, aholi o'sib bo'ladi, yo'l tarmog'iga qanday ehtiyoj bo'lishligi mana shu ishlar ko'rib chiqildi. Bir qator olimlarimiz tomonidan o'rganilgan, lekin bunda asosan zonlash orqali hududni kengayishi bilan hududni kengayishi bilan yo'l tarmog'i zichligi oshib borishi qobiliyatini to'rtta dunyoning eng megapolis bo'lgan shaharlarda o'rganilgan qobiliyat, lekin unda ba'zi bir kiritilmagan ko'rsatkichlar mana hozir ya'ni kiritildi va takomillashtirildi. Mana bu yerda ish tugaganining hisobida tadqiqotchimizga keladigan bo'lsak, tadqiqotchi bu ish bilan oxirgi 2 yillar ishlab kelyapti. O'zini mana shu ishni bajarish qobiliyatiga ega ko'rsatsa, bu takliflarni savollarga javobni tushunadi. No'g'rilar immunitetlarni tayyorlanib hisoblayman. Agar qo'llab borsa, kelajakda mana bu kategoriyasiga biz salohiyatimiz tadbirlarni boshlab qo'ygan. Hammalaringizni qo'llab borishni taklif qilaman. Bir soru var mı? Tamam. Bu sefer başarılar bir maçlarla birleşti. Arkadaşlar bir sefer sonra arkadaşlar
bo'yicha ijobiy takliflar kelib tushgan tadbirda kengash a'zolarining roziligilar ilmiy tomonidan markazlar qayd etilgan qisqacha bayon etuvchi va salbiy takliflar o'tkazilishi belgilandi. Demak, ijobiy takliflar qilishga qabul etishga yoziladi. Bazı okuyucuda törde işler olunca pozitif yani. Yine okumayan ilgili her bir meseleyle insanın akmalı oluyor. Sınavcılar, motosikletle, bir şey, anlamda savunulması, o sevgi bölümünün içinde. Ama yok ki, bazı saçma oyunları ben anlamadım. Anlatayım, bir tersine ortaya geldiğinde bir yapmıyorum. Tamam, şöyle bir sınır olmasın. Bize onu kabul etmeyi başladı. Hangi tersine gitti? Bunlar gibi bir şey var. Così poi per non dire che si deve fare scegliere, poi di più, poi adesso questo vuol dire poi devono fare questo vuol dire No, anche se vedi io ma hanno roba di posizione si vuole Son durumlarda var. Kengaş a'zolari yetakchi tashkilotdan ishlatamiz degan tomonidan konsultatsiyaga birinchi tadbirkorlar nomidagi xalqaro universiteti shahar qurilishi va xo'jalik assotsiatsiyasining Imomboyev tomonidan berilgan, ular tomonidan besh asosiy dissertatsiya shahar qurilishi aniqlashtirib, bu o'zgaruvchanlik va qadriyatning regressiya nimaga keltirilgan bo'lsa-da, model aksiyasining statistik ishonchlilik tahlili xatolik chegaralari va modelning boshqa fanlarni misoliga tekshirish natijalari yetarlicha tafsilot qilinadi. Bundan shahar bordagi qo'shimcha 600 kilometr ko'cha yo'l tarmog'ining shakllantirilishi, 6 transport markazlari va har bir hisob oluvchi avtoturargohlarni tashkil etish taklifi qilingan. Biroz ushbu yechimlarning resurslari, qurilishi, boshqarishlari, moliyaviy harakatlar va ekologik sharoitlar, shaharsozlik talablari yetarli berildi. Iqtisodiy samaradorlikka 83 million so'mdan ko'proq hisob belgilangan, ammo hisoblashda qabul qilingan boshlang'ich ko'rsatkichlar, xususan vaqt, qiymat, yoqilg'i tejalishi, harakat miqdori va ekspluatatsion xarajatlarning asoslanishi yanada aniqlashtirilishini talab qiladi. Shuningdek, ayrim joylarda ko'rsatkichlar orasidagi farqlar uchrashi uchradi. Masalan, transport qurilishi tarkibiga avtokilometr zinciriga bo'lsa, xulosada 52 avtokilometr ko'rsatib belgilangan. Dissertatsiyaning ilmiy asoslangan darajasi yana bir ishlab chiqilgan matematik model natijalarini bilgan shakldagi o'xshash aholisi, transport tarmog'ining ega bo'lgan boshqa shaharlar ma'lumoti bo'yicha solishtirib tekshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Beshinchi, tashkilot natijalarini amaliy ahamiyati kuchaytirish uchun taklif etilgan transport markazlari, avtoturargohlar va yangi ko'cha yo'l tarmoqlari yechimlarining transport oqimini, yoqilg'i sarfi, harakat vaqti hamda ekologik holat ta'sirini alohida ko'rsatkichlar asosida baholash tavsiya etiladi. Ikkinchi tadqiqot hamdagi Nedamondagi Qoraqalpoq davlat universiteti shahar qurilishi hududidagi kafedrasining katta o'qituvchisi PhD Davlet Mayor tomonidan berilgan. Ular tomonidan ham birinchi dissertatsiyaning birinchi paragrafida shahar ko'cha yo'l tarmog'ining rejalashtirish bo'yicha qonuniy tartiblar deb nomlangan
bo'limida yangi aholi hududlari va jamoat joylari qo'shilgani ko'cha yo'l tarmog'ini shakllanish yo'l sxemasi yasalgan. Ammo qaysi shahar ekanligi yoritilgan. Ikkinchisi, dissertatsiyaning shahar ko'cha yo'l tarmog'ini va shaharga kirib keluvchi avtomobil yo'llarida transport qonunining holatini himoya qilish deb nomlangan ikkinchi bobida demak Mahmud va Pahlav Mahmud va Kompar yo'l ko'chalaridagi eksperimental o'tkazilgan joylarda ko'chaning ayrim yo'llari deb yozilgan. Aynan qaysi darajada o'tkazilganligi ko'rsatilgan. Uchinchisi, dissertatsiyaning shahar ko'cha yo'l tarmog'ini rejalashtirishning mavzusiy salmoqlari. Piyoda 15 daqiqa tamoyili deb jumla kiritilgan. Bu tamoyil bugungi kunda amalda mavjud. To'rtinchisi, dissertatsiyaning uchinchi bobi 307 rasmda yo'l urbanizatsiya jarayoni va aholi o'sishini yo'lda va bog'liqlik uchun uch o'lchamli modelli qurilgan. Ushbu model bo'yicha ma'lumotlar tayyorlashga maqsad qilmoqda bo'ladi. Rahmat. Avvalo Kengash tashkiloti Xalq davlat universiteti shahar qurilish xo'jaligi tajribasi sentri jinoiy tomonidan bildirib o'tgan kamchiliklar. Birinchi kamchilik bo'yicha asosan model xorijiy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan va ilmiy tadqiqotlarda dunyoning to'rtta yirik shaharlari Nyu-York, London, Chikago, Pekinda shahar hududini kengaytirishligi va yo'l ta'minotchiligi orasidagi bog'liq tomonlarni o'rganilgan. Hamda adabiyotlar tahlil natijasida olingan dissertatsiyaning 17 adabiyotiga bo'yicha havola berilgan. Modelning statistik va ishonchliligi dissertatsiyaning tegishli boblarida o'sha erklarlar, Fisher mezonlari hamda qoldiqlar taqdim asosida tekshirilgan. Model boshqa shaharlar misolida ham sinovdan o'tkazilishi mumkin, ammo o'sha shaharlarning o'sha ko'rsatkichlari kerak bo'ladi. Biz tadqiqotimizning maqsadi Urganch shahri bo'lganligi uchun asosiy e'tibor o'sha hududga qaratilgan. Ikkinchi kamchiligi bo'yicha dissertatsiyada yer resurslari degan qurilish jarayonlari, moliyaviy xarajatlar masalalari bu tadqiqotimizning vazifalariga kiritilmaganligi uchun bu masalalar to'liq o'rganilmagan. Ammo shu tayinlikni keyingi ishlarimda inobatga olaman. Uchinchi bildirilgan kamchiliklari bo'yicha iqtisodiy sanoatligimiz bo'yicha iqtisodiy sanoatlikni baholashning asosiy nizomi sifatida transport vositalarining manzilga yetib borish vaqtini qisqarishi hamda yoqilg'i sarfining kamaytirishda natijasida erishilgan iqtisodiy foyda qabul qilingan. Hisob-kitoblarda shahar ko'cha tarmog'ini takomillashtirish va transport oqimlarini optimallashtirish natijasida transportlarning o'rtacha harakat tezligini ortishi, safar davomiyligining kamanishi hamda bekor toshlar holatlarining qisqarishi inobatga olingan. Natijada transport vositalarining yoqilg'i sarfi ekspluatatsion xarajatlarining kamayib, iqtisodiy samaradorligi aniqlangan. E'tirozda qayd etilgan o'sha vaqt qiymati, yoqilg'i tejalishi, harakat miqdori va ekspluatatsion xarajatlar bo'yicha boshlang'ich ma'lumotlar, amaldagi me'yoriy hujjatlar, ya'ni statistik ma'lumotlar hamda tadqiqot davomida olingan kuzatuv natijalari asosida qabul qilingan. To'rtinchi kamchilik bo'yicha o'sha keltirilgan tavsiyalar tadqiqot mavzusida yana chuqurlashtirish va uning amaliy qo'llanish doirasida kengash nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Xususan ushbu masalalar kelgusidagi ilmiy izlanishlarda alohida tadqiqot yo'nalishi sifatida ko'rib chiqilib, modelning boshqa shaharlar sharoitida ham sinovdan o'tkazilishi yanada batafsil foydalaniladi. Beshinchi kamchilik bo'yicha dissertatsiyadan olingan natijalar asosida taklif etilgan transport markazlari, avtoturargohlar va istiqboldagi ko'cha yo'l tarmog'ining transport oqimi, yoqilg'i sarfi, harakat vaqti hamda ekologik holatga ta'siri tegishli bo'limlarida tadqiqot doirasida umumiy baholangan va bayon etilgan. Ikkinchi tanqidchi davlatni bildirilgan kamchiliklari bo'yicha birinchi kamchilikda dissertatsiya ishida keltirilgan 1.9 rasmdagi ko'cha yo'l tarmog'ini shakllantirish va rivojlantirish algoritmi blok sxemasi fransiyalik olimlar tomonidan Yevropa shaharlari misolida ishlab chiqilgan va dissertatsiyaning germancha adabiyotiga havola berilgan. Ikkinchi kamchiligi bo'yicha shahar ko'cha yo'l tarmog'i va shaharga kirib keluvchi avtomobil yo'llarida transport holatini tadqiq qilish deb nomlangan dissertatsiyaning ikkinchi bobi 2.1 bo'limida yuqoridagi eksperimentlar tadqiqotlar o'tkazilgan ko'chalarning tirband bo'laklari tanlab olingan. Uchinchi kamchiligi bo'yicha, ya'ni piyoda 15 daqiqa tamoyili bo'yicha so'raganlar, bu tamoyil piyoda 15 daqiqa tamoyili bu shaharsozlik va transport rejalashtirishdagi zamonaviy yondashuv bo'lib, unga ko'ra aholi kundalik ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan asosiy xizmat va obyektlarga yashash joyidan piyoda
15 dakikada yetib borishini hisobga olish kerak. Bu tamoyil bugungi kunda yangi Toshkent kabi yirik shaharlarni qayta qurishda ham bu masala inobatga olingan. 4-kamchilik bo'yicha 307 rasmda belgilangan zichligi va aholi urbanizatsiya jarayonining o'sishi nomlangan rasmga izoh so'raganlar, bu bo'yicha aholining o'zaro bog'liq uch o'lchamli modeli qurilgan. Bunda urbanizatsiya jarayoni oshib borishi, aholining ko'payishi bilan yo'l ta'minoti shunga ham oshib borishi aniqlanadi. Bu bo'yicha ma'lumotlar dissertatsiyaning hajm juz'atini hisobga olgan holda yoritilgan. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida chiqarish materiallari asosga tushgan Несмотря на то, что по результату исследования уровня минимум очень важен, работали картографического темы, и наибольшие подробные осуществленные программные средства, база данных алгоритмов, анализ использования при формировании указанных результатов. Второй отзыв Тбилисский государственный технический университет разработал директор Тбилисский инженерный строительный институт разработал антитехнический материал. Bayer is having expected like Kulambai, and the Sima. Here, as I'm not in the other, the real laboratories, the regression, material contribution touch, in the practice use, necessarily. All this, показатели урбанизации, сам, месяц, операторы настрой, миллионы появились источник, получили исходные данные, вверх, внимание, урбанизации и мобильности, например, и ставляется видео, желательно сказать, какие обзоры послушали являются верификации модели на данные клиентов, то есть сравнение с исходными данными, использованием зарубежных сторон. Второе. Проведение авторитетных данных по повышению эффективности работы для строительного транспорта на 24% до 40%. Остается разными научными результатами. Тем не менее, методология расчета авторитета не раскрыта. Желательно уточнить, какие обзоры исследовать данные показатели эффективности и какие базовые значения принимались за основу технических определений. Республика Олий ta'lim muassasalaridan to'rtta taqizga tushgan. Birinchisi Samarqand davlat texnika universiteti geotexnika muhandisligi ilmiy maktab laboratoriyasida Madalist tomonidan birinchisi avtomobillarda ayrim grafik va matematik modellar yuzasidan qisqacha izohlar kengroq berilganda ularning mazmuni qabul qilinishiga yanada ko'play bo'ladi. Ikkinchisi, tadqiqot natijalarini boshqa shaharlar sharoitida qo'llash bo'yicha ayrim tavsiyalar keltirilganda kishining ayrim amaliy ahamiyati yanada oshgan bo'ladi. İkinci tartışmamız, Anadolu Devlet Teknik Enstitüsü Fransız Logistik Statüsü'nde PhD profesör, bakı bir tamamlayan, tamamlayan tavsiye, taktikol, yakınında işler çıkarılan tavsiyelerinin ameliyatı doğru için ayrım taktikleri, çıkartları, boyunca koşulcu zorlar teknolojisinde şimdi ameli inançlarını yakın olmalı.
keyingi tadbirlarni qabul qiladigan bo'lgan davlat qurilish Urgen davlat qurilish kafedrasini bo'lib, tavsiya biliyoruz. Ular tomonidan ham ishlab chiqilgan o'zgaruvchanligi va modeli aholi soni yo'l tarmog'i chiqilgan urbanizatsiya ko'rsatkichlari va boshqa parametrlarni ichiga olgan. Biroq avtomobillarning urbanizatsiya va aholi harakatchanligiga oid o'zgarishlar uchun boshlang'ich ma'lumotlar olish metodikasi va manbalari ochiq berilmagan. Modelni qurgan shahar ma'lumotlari qanday darajada tekshirilganligi va xorijiy mualliflar tomonidan foydalanilgan boshlang'ich ma'lumotlar bilan solishtirilganda ko'rsatkichning maqsadiga muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi, avtoregulyasiya shahar transport ish samaradorligi 24%dan 40%ga oshirilganligi haqidagi ma'lumotlar ilmiy natijalarga tegishli. Shu bilan birga ushbu ko'rsatkichlarni hisoblash metodologiyasi avtoregulyasida yetarli yordam. Ushbu samaradorlik ko'rsatkichlari qanday hisoblab chiqilganligi ularni aniqlash qanday bazaviy qiymatlar va asos qilib olinganligi aniqlashtirilib o'tilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Va so'nggi tanqidimiz Farg'ona davlat texnika universiteti qurilish materiallari va buyumlar kafedrasining berilgan. Ular tomonidan avtoregulyasiyada transport va urbanizatsiya ko'rsatkichlari ushbu tahlil qilingan bo'lsa-da, tavsiya etilgan infratuzilma yechimlarini amalga oshirish xarajatlari hamda ularning uzoq muddatli istiqbolli samaradorligi bo'yicha batafsil hisob-kitob keltirilmaganligi tushunarsiz. Masalan, avtomobillardan chiqadigan zararli gazlar ham istiqbolli samaradorlikka kiritilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Avvalo birinchi turist bo'lgan kamchilik Qozog'iston yo'llarimiz tomonidan o'sha professorlarimiz tomonidan birinchi kamchilik, ya'ni tadqiqotdagi tik soat tushunchasi sutka davomida transport oqimining tezligi eng yuqori qiymat kelishilgan vaqt oraliqli sifatida qabul qilingan. Buning uchun tanlangan magistral ko'chalarda ish kunlari va dam olishlarni qamrab olgan bir haftalik davomida to'liq sutkalik yig'insoatlik transport hisobga olish nafaqalari o'tkazilgan. Mazkur ma'lumotlar avtoregulyasiyaning qisqartirilgani hajmi sababli batafsil keltirilmagan bo'lib, dissertatsiyaning tegishli boblarida to'liq yoritilgan. Ikkinchi kamchilik bo'yicha yuklanganlik darajasi karta sxemalari Qujis dasturida ochiqlik diafragma tizimlari asosida dasturiy muhitda ishlab chiqilgan. Ushbu jarayonning batafsil bosqichlari va hisob-kitob formulalari dissertatsiyada to'liq keltirib o'tilgan. Ikkinchi tartibchi, ya'ni Qirg'iziston Qurilish muhandislari instituti dotsenti Bolat tomonidan berilgan tomonidan berilgan kamchiliklari. Birinchisi, modellik qilgan shahar ma'lumotlarni tekshirilishi xorijiy mualliflar tomonidan New York, London, Chicago va turli shaharlar misolida olingan natijalar bilan qiyoslangan bo'lib, ko'rsatkichlarning bir-biriga yaqinligi modelning imkoniy shaxsligini tasdiqlaydi. Ushbu tafsilotlar avtoregulyasiyaning qisqartirilgan format tufayli batafsil keltirilmagan. Biroq dissertatsiyaning tegishli boblarda to'liq bayon etilgan. Avtoregulyasiyada alohida keltirilgan son bilan ifodalangan ko'rsatkichlar, ya'ni harakat tezligining 85% ta'minlangan darajada 807 km/soatga oshishi hamda manzilga yetishning 20 daqiqa qisqarishi yuqorida keltirilgan 24 va 40% ko'rsatkichlarning hisoblash asosini tashkil etadi. Respublika bo'yicha Samarqand davlat texnika universitetidan Madad tomonidan berilgan kamchiliklarda bunda birinchi kamchilik bo'yicha avtoregulyasiyaning hajmi cheklanganligi sababli barcha grafik va matematik modellarning batafsil keltirilish imkoniyati bo'lmagan, lekin dissertatsiyaning tegishli boblarida to'liq bayon etilgan. Ikkinchi kamchiligi bo'yicha model boshqa shaharlar misolida ham sinovdan o'tkazilishi mumkin, ammo o'sha mazkur shaharlarning ko'rsatkichlari kerak bo'ladi. Bunda Urganch shahri tadqiqotlarga bo'lganligi sababli asosiy e'tibor o'sha hududga qaratilgan. Ammo bildirilgan tavsiyani kelgusi tadqiqot ishlarida ham albatta inobatga olaman. Andijon davlat texnika universiteti vakili tomonidan berilgan tavsiyaga tadqiqot yakunida ishlab chiqilgan tavsiyalarning amaliyotga joriy etilishi tashkiliy mexanizmlari dissertatsiyada qo'shimchalar yozilgan. Xususan tavsiyalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish mazkur tashkilotlar
Transplantatsiya huzuridagi avtomobil yo'llar qo'mitasi Urganch shahar hokimligi tomonidan ma'lumotnoma va dalolatnomalar olingan. Bu tadqiqot natijalarining amaliy qiymatini yanada yaqqol ko'rsatishga xizmat qiladi. Abdurahim Yo'lning nomidagi Urganch davlat universiteti tomonidan keltirib o'tilgan tavsiya va kamchiliklari birinchisi bo'yicha modelda foydalangan boshlang'ich ma'lumotlar hokimiyat va statistika organlari ma'lumotlari yordamida hisoblab chiqilgan yo'ldan muayyanlashishligi, hujjat dasturida shakllantirilgan raqamli xarita asosida ko'cha yo'l tarmog'ining umumiy uzunligining shahar hududiga nisbati sifatida aniqlangan. Ikkinchi kamchiligi bo'yicha har ikkala ko'rsatish uchun bazaviy qiymat hisob sifatida tadqiqot boshlanishidagi loyihaviy takliflar joriy etilgan, ya'ni Urganch shahri ko'cha yo'l tarmog'ining mavjud holati, transportning haqiqiy miqdori, tarmoqni o'tkazish olish qobiliyati, harakat tezligi va turli hududlarga manzilga yetib borish vaqti ko'rsatkichlari qabul qilingan. Farg'ona davlat texnika universiteti bu Otaqulov tomonidan ko'rsatilgan kamchilik bo'yicha tavsiya berilganlar tadqiqotda avtomobillarning manzilga yetib borish vaqti va yoqilg'i sarfini kamaytirish hisobiga umumiy iqtisodiy samaradorlikka erishilgan. Avtomobillardan chiqarilgan zararli gazlarni tadqiq qilish masalalari bizning tadqiqotimizning vazifalariga kiritilmagani sababli bu iqtisodiy samaradorlikda hisobga olinmagan. Lekin ushbu takliflar keyingi ishlarga inobatga olindi. Rahmat. Özür dilerim. Resmi bu konuda yollamış. Bu birinci resmi haberleri Türkiye'nin normalde Türkiye Başkanı toplama hesabı gösteriyormuş ki bu haberi haber görüyorsun. Bu yıllarında katılıyorsunuz. Ahmet Mehmet doları takozu Osman'dan stoklarının Kolor bir kısmı. Ben şimdi bizim sanatçı bir Başka dağlar transportundaki akvaryum yollarına varlıkları üniversitede arkadaşlarımızın bir üst devam edip kalır. Tamamen normal bir doktorun diye teknikler yollar arkadaşlar yol hareket faslı yol dinler kısmından aşağı olacak. Sosyal teknik halalar için faslı var bir mücadelesi mevcut. Yazılan organizasyon devamlı sektörden fazla şafak yollarına muhabbetleşmiş. Muayyelerden şahsi sorunlar geldi. Disiplinler işçiler, aşınanların hatırlayın. Aslında Müslümanların hakları hakları. Bunların demek hakları disiplinler için doğrular biliyoruz. Hatta bir yangiliği Finlandiya'da transportun masa transportun amalinden karar hamda disiplinler seçileri takip ve tavsiyeler ve mağdur disiplinler yani önemli disiplinler eski şehirlerde Somalilerde ahali son 2 milyonga yakınlaşmanın doğrusunda ma'lumot keltirildi. Bu raqam qayerda olinganligi ma'lum. İkincisi, birinchi nokta qilingan takliflar asosan jahoniy megapolislar misolida keltirildi. Bunday megapolislar rivojlanish qonuniyatlari tadqiqot ob'ekti darajasidagi shaharlar uchun mos qo'yilmasligi mumkin. Üçüncüsü, stratejidagi hamolilarga 15 yillik hamoli dünyası toplandı. O'zi bu hamoli dünyası shaharlarga mavjud. Ve ko'pincha formulalarning omillari en rozi ve ma'naviy ifodalash keltirilmoqda. Beshinchisi, bu rasmiylarga taklif etilgan Urganch shahar ko'cha yo'l tarmog'i rejasida taklif etilgan ko'cha va yo'llarning nomlari qo'yilgan. Keltirilgan kamchiliklarning mohiyati sifatdan kichik darajada bo'lib, dissertatsiya ishi va amaliy ahamiyatga ko'rsatilmagan. Dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga javob beradi hamda xalqaro tibbiy davomiyliklar ve teknik bilgiler yo'llar xavfsizligi yo'l markaz yo'nalishlari bo'yicha teknik bilgilar bo'yicha eng oldindan Urganch shahri urbanizatsiya jarayonini hisobga olgan holatda shahar hududlarini rejalashtirish amalga shahri misol muvofiq dissertatsiya teknik fanlar bo'yicha ta'sirda boshqasi
Toshkent davlat transport universitetidagi milliy kengashtda Toshkent qurilish universiteti shahar proses avvalo dissertatsiya ishimni bizlarning vaqtlarini ayirmasdan obdon tekshirib ko'rib berganlar uchun professor Xatamovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Birinchi bildirgan o'sha kamchiliklar, ya'ni aholining qayerda olinganligi yozilmagan degani bu aniqlangan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlar bazasidan olingan bo'lib, dissertatsiyaning 10-adabiyatiga havola berilgan. Ikkinchi bildirgan kamchiliklar bo'yicha mazkur fikr o'rinli, chunki dunyoning yirik megapolislari transport tizimi urbanizatsiya darajasi jihatdan Urganch shahri kabi kattalikdagi katta shaharlardagi sezilarli farq qiladi. Biroq birinchi holda keltirilgan xalqaro tajribalar va shahar ko'cha-yo'l tarmog'ini rejalashtirishning ilmiy tamoyillari va zamonaviy yondashuvlarni aniqlash maqsadida tahlil qilingan. Tadqiqotda megapolislarda qo'llaniladigan rejalashtirish yechimlari to'liq qabul qilinmadi, balki ularning transport oqimlarining boshqarish, multimodal transport tizimlarini rivojlantirish, halqa yo'llarni shakllantirish hamda transport boyligini oshirishga oid umumiy qonuniyatlar ajratib olindi. Ushbu tamoyillar Urganch shahrining hududiy demografik, transport va urbanizatsiya jarayonlarini hisobga olgan holda moslashtirildi va keyingi boblarda mahalliy ma'lumotlar hamda modellashtirish natijalari asosida ilmiy jihatdan asoslandi. Uchinchi bildirib o'tilgan kamchiligi bo'yicha piyoda 15 daqiqa tamoyili bugungi kunda aholining kundalik ehtiyojlarini qondirish asosiy xizmatlari va infratuzilma obyektlarini turar joydan piyoda taxminan 15 daqiqalik masofada joylashtirishga asoslangan barqaror shaharsozlik va transport rejalashtirish konsepsiyasi. Mazkur tamoyil istiqboldagi yangi Toshkent kabi yirik shaharlar barpo etishda ham inobatga olingan. To'rtinchi bildirgan kamchiliklar, ya'ni dissertatsiyaning 2-1 bo'limda tadqiqot obyekti uchun tanlab olingan 208, 209, 210, 211 rasmlarda ko'cha yo'llarda harakat miqdori va harakat tezligi o'rtasidagi bog'liq qonuniyatlari o'rtasidagi qurilgan grafikda keltirib o'tilgan. Bunda n harakat miqdori va b harakat tezligi qiymatlari sifatida 2-1 formularda ham keltirilgan. 5-chi kamchiligi bo'yicha dissertatsiyaning to'liq kirasida tadqiqotlarimiz natijasida ishlab chiqqan tamoyillarga asoslanib, istiqbolda 20 yil ichida Urganch shahri ko'cha-yo'l tarmog'ini rejalashtirish loyihasi qurilgan. Mazkur loyiha shahar xaritasida ko'chish dasturida tavsiyaviy shaklda aks ettirilgan bo'lib, asosan istiqboldagi ko'cha-yo'l tarmog'i uzayishi va undagi yo'llarga bo'lgan talab keltirib o'tilgan. Tavsiya etilgan ko'cha yo'llarining nomlari esa istiqbolda mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda barpo etilgandan keyin nomlanadi. Toshkent davlat transport universitetida Urganch shahri
ishonchliligi, ciddiy zamonlar ahamiyati, natijalar bilan bo'lganligi, tadqiqot natijalari mutaxassisligi, tadqiqot natijalari e'lon qilinganligi, prezentatsiya qilinishi hali keltirildi. Prezentatsiyalarning muammo va zamonaviy holatlarga tadqiqotning maqsad va vazifalarga yo'naltirilganligi uchun oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti faqat hujjat yo'l farmonlari muammolari bilan chiqilgan. Demak, shahar xo'jaligi qarorlari shaklida qo'yilgan avtomobillarning transportiy holatini tartib qilganligi hisobida shahar merkazida ko'chalarning transportiy harakat qilishga deganlarga tartibli transportni tartib qilish va shahar ko'chalarida harakat qilishning transferi tartib qilingan. Organizatsiya jarayoni shahar aholisi rejalashtirish mutaxassislik, pasportlik, iqtisodiy pasportlik bo'yicha ikkinchi, uchinchi, oltinchi va yettinchi o'rinlarga mos keladi. Bizning yangi dissertatsiya ishi bilan natijalari, ularning ishonchliligi, ahamiyati, va e'lon qilingan dissertatsiyalar xususida tadqiqotchi olimning ma'ruzasidan to'xtalib o'tdi. Qarorga qo'yilgan qarorning bajarilganligi tomonidan texnika holati bo'yicha pasportlar dissertatsiya bo'yicha asosiy taklif O'zbekistonning shunga o'xshash katta shaharlarning o'tkazilganda ishonchliligi yana oshiriladi. Ko'cha-yo'l tarmog'ini rejalashtirishda jamoat transporti, velosiped, tuyalar avtomobillarning yanada ko'proq batafsilroq integratsiyalash tadqiqoti nimaga ahamiyatli bo'lgan bo'ladi. Aqlli shahar hozirgi zamonaviy foydalanish istiqbollari bo'yicha alohida tavsiyalar berish maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblaydi. Ko'rsatilgan takliflar dissertatsiyaning asosiy nazariy va natijalariga ta'sir qilmaydi. Dissertatsiya ishi muallif tomonidan asos qilingan mazmun dissertatsiya ichida istatilgan asosiy bajarilgan tadqiqot natijalari nazarda muallif tomonidan keltirilgan natijalar ishonchliligini xulosalovchi keltirilgan hamda asoslangan. Mazkur ilmiy ish tushunarli va ma'lumotli dissertatsiya qarorlari bo'yicha kirish har bir blokdan keyin xulosalar, umumiy xulosalar, adabiyot ma'lumoti va ulamolar keltirilgan. Dissertatsiya muallifining to'shqinga oluvchi o'yini sifatida shahar ko'chalarida rejalashtirish qarorlari mavzusidagi yurtdosh Rahmat. Avvalo dissertatsiyani batafsil ko'rishib, baholar va kamchiliklarni tavsiyalarini bergan ustozimiz musulmon partiya mas'ullari ishlarini minnatdorchiligimni bildiraman. Birinchi ko'rsatib o'tilgan kamchiliklari bo'yicha mazkur dissertatsiyani tadqiqot obyekti sifatida bo'lgan shahar tanlanganligi sababli matematik modelni ishlatish parametrlarini kalibrlash va verifikatsiya qilish aynan ushbu shahar ma'lumotlari asosida amalga oshirilgan. Modelni O'zbekistonning boshqa shaharlarida ham sinovdan o'tkazish uchun avvalo har bir shaharning transport oqimlari, ko'cha-yo'l tarmog'idagi harakat miqdori, urbanizatsiya darajasi, demografik ko'rsatkichlari va hududiy rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda qo'shimcha ma'lumotlarni yig'ish hamda model parametrlarini qayta moslashtirish talab etiladi.
ikkinchi ko'rsatilgan tavsiyalar bo'yicha mazkur tadqiqotda ko'cha tarmog'ini rejalashtirish, avtomobillarni manzilga yetib borish integral imkoniyatini baholash transport tizimining asosiy elementi sifatida qaraldi. Jamoat transporti, piyoda va velosiped harakat masalalari ushbu infratuzilmaga tayanadigan funksional komponentlar hisoblanadi. Tadqiqotda shahar hududining kengayish tezligi va yo'l tarmog'i zichligi fazoviy tahlil qilish asosida rejalashtirish modeli ishlab chiqildi. Biroq yuqoridagi ko'rsatkichlarni chuqur integratsiyalash tadqiqotning keyingi bosqichlarida inobatga olinadi. Uchinchi ko'rsatilgan tavsiyalar aqlli shahar masalalari bo'yicha darhaqiqat aqlli shahar texnologiyalari zamonaviy shaharlar transport tizimini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Biroq mazkur dissertatsiyaning asosiy maqsadi urbanizatsiya jarayonini hisobga olgan holda Urganch shahri ko'cha tarmog'ini rejalashtirish tamoyillarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini baholashdan iborat bo'lganligi sababli Smart City texnologiyalarini batafsil tadqiq etish ishning bevosita tadqiqot doirasiga kiritilmaydi. Ammo tadqiqotchining bildirilgan ushbu tavsiyasini qabul qiladi va keyingi tadqiqot ishlarida inobatga oladi. Istatistikler rasmi informasyonu mas'uliyati bu boyda informasyonu Mesela, böyle bir sıkıntı yok. Bir fakat bilerse, şu sofrada çok iyi söylemiştim. Bu şu yanı taşıntılar, tatilde de şikayet etmektedir. İster şikayet etmektedir. Mahalleler de bir olacak tatillerinde hayatta tatil edenlerde bu şekilde devam ediyor. Diğer bir noktalar ne? Hazır. Yani tatil edenler, yani işte yönetilen bölgeler, öyle bir statü boyunca sahada aktarılmak istiyor. Böylesi ve iç tarafı kimsenin kullanımıyla Türkiye'de korkuları var. Sonuçta Avrupa'da, Asya'da, Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da o bilmezse fazla cıp top. Hiç kimse işler hakkında kullanımıyla karar tarafından, alın tarafından, eğer şu cıp toplu teoriye olsun, başlangıçta şu 45% para gelmez. 50 para gelmez. Genel olarak o şirketlerden bağlı para geldi. 35% geçen para toplar. Olmaz. İnanılmaz. İkincisi, bana bu bölge tatbikatları, başka tatbikatları fazla değil. Şahane demişler, şahane taşları bir yer, şahane taşları bir yer, yöneten transport postalarında ve başka şahane transport postalarının vardı. İşler, başlıkta böyle bir şey sayarken çok konuşuyor ki transport postalarıyız. Şimdi bu anlattığı makalımızda anlatan okuyordu. Artık bundan kendi nasıl olduğu için kendi noktaları cemaat transportları uzun bir süre gölge kalmış. Başkente bu kadar sarıp ettiğim kardeşlerin kaç bölümleri 8'te gölgersek şunlar sadece şimdi mümkün hançer. Bu 40% yakın kadar şimdi bir böyle aldı. Tırnak gibi aklımda. Şeyinde şöyle mablag talep bu hakiki konusu magistral yollarında da doğrudan bir statüste içerisinde sanatlar görüşmelerimiz, taşıma görüşmelerimiz bu ama öyle böyle yürüyor güzellikler bir bundan başka bir şehir yolları var magistral taşlar bekleyen 80% yakından şu Oradaki hareket noktaları topla bunu yolda destekliyor, şaşkın bulunuyor. Ve bunu öğrencilerdeyiz. Bize bu farklı nasıl taşındığı kontrol edip bana bu halde
Mesela güzel, orada bir şeyler hakikaten doğru. Tezini arıyorum. Tezini, 25 9 genelde sağ ayak aktarma yönünde mümkün mü? Böyle parası yok. Ve aktarma yönünde asası uygun masal var. Bu noktada ikinci noktada tez, hafsız, yüksek var. Pazarlıklar bunları götürüyor. Ama da araç geçen bu bana bilgi bu olduğunu oluyor sağlayalım. Bana hazırlıklı bir içilerden bilgiler olsa gel. Her şey, işte çarpıklı olması, her şey tehlikeliyse ne yaptı? Hatta tutmuş faslan iş böyle. Anahtarları şunu karakterleri şunu ve de genel klasaki bir biliyoruz var kardeşlik şey yaptı. Elbette bu bunları işlemler olsa ulanmışlar doğru pozisyonda tanışı yaşlı zamanı bakımı. Ne oluyor ki bu ilgili sektör takımından işini almak ve uzaklardan profesyonel var. Bundan bir küçük şehirler tabii. Küçük şehirler Pazarköy, Yergiyol, Yunuslu, Baharlı. Sadece gelmese gidiyor bu. Yeni şehirlerden Taşkale'ye, küçük şehirlerde tırmantılı birlikte yaptı. Gezi hasenlik bıraktı. Bunu burada geçiyor. Şimdikine bize güzel ilerlemeyi yaptık olmasa boşa bozularak geldik. Ne gördük bu cesaretimiz diye. Adabiyatlarını da yazken hadi gidiyor işte. Peki bunlar kılasak bu haması provozdan yıkılmalı olmuş. Ne oluyor ki bu şöyle desek performans o zaman şu anlarda yani bunlar tarif dünyada o yüzden ki güzel canavarlar güzel kendi yani bir yakşı önemli uzaktan güçlerimiz koşuyor. Allah'tan da bunu koşmak istiyorum. Bakın. Bakın. Ahvalda imanlı takvimler sağlıklı planlı atışı, şehirlerde ahval sağlıklı planlı başı, bu konuda şehir yurtlarına atışı yurtlarının gelişini sağlıyor. Bu arada Kartpostamanda bu bir şartımı sağlıyor. Bu süreçte bu süreçte ideallik, güzellik, yolculuklar. Bu yüzden aklımın basıp ve bu işler maddeler çıkartılır. Bu manuel bir söz konusu ispatlanıyor. Gelecekte elbette bu projenin ilerlemesi yenileştirmiş, mevcut olmadan test edilmiş için asoslarca tavsiyeler çıkartılıyor. Yeni bir tavsiyeler çıkartılıyor. Ve şartlarına ulaşırsa bu elbette işin ameliyatını yapılarda baktıkça sağlıyor. Sektör konuları başarılı ilgili katılışlar asoslarla ilgili sohbetler ve bunlar bakımdan ve tamamını düşünüyor. Orada separatisti, non so cosa dire, riunioni di partiamo organizzazione, non so bene, o aspettare come si deve passare alla nostra così, e io ho detto le volte che hareket şartlarına bakıyor. Tartı bir başlıkta ve böyle eksploatasyon olaylarına diğer planlanıyor. Bir kısmı tam yolcularına benim şu katkılarına asılmak istedim. Şimdi hareket böyle slop sürücüsüne aşırı plan şu diye bakıyor işlemimiz yani. Bizim bunlar satılar bir de böyle şimdi yerlerde çalışmalar yapılıyor. 80'den beri aynı şey uzmanmışlar diye. Her uzmanlık sıkıntı, her bir şey yani işi var, kitaplar yer. Ahır bir şey biriktirdiler. İnsan sıfatlarından bize şikayet çıkanlar. Çünkü yedikler işlerden
qo'llab-quvvatlash kerak kengash raisi va kengash a'zolari mana tadqiqotchi dissertatsiyasi bo'yicha taqdimotlarni ko'rdik. Haqiqatdan ham bajarilgan ishning tadqiqotchi dolzarb ahamiyatga ega. Bugungi kunda respublikamizdagi shaharlarda aholi soni oshib bormoqda, hamda o'z-o'zidan transport vositalari ham oshib bormoqda. Shu nuqtai nazardan bajarilgan ish haqiqatdan ham dolzarb ahamiyatga, chunki transport vositalarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish bugungi kunda ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bajarilgan ilmiy tadqiqot ishini men belgilangan ilmiy tadqiqot ishi deb hisoblayman. Hamda qo'llab-quvvatlashlarini so'rayman. Yani online sefer var mı diyorsun? Öyle olur. Güzel yani. Ben de var. Özgeç kuşlar, kulağına arasın. Rahmat. Avvalo bildirib o'tilgan barcha muhofazalarga inobatga olaman. Bildirilgan o'sha kamchiliklar bo'lsa, keyingi tadqiqot ishlarida narsalarga e'tibor beraman. Hammalarga rahmat. Olmaz belki bir aralara, bir sefer sana muhakeme geldi. İşleri, beceriş, işleri bu arasında çok kalitesiz arasında gerek. Çok kalitesiz herkes ben geldim. Tabii ki şarkı tegen tarafı böyle ölçü paket kullanıyor. O rengi temizlik işleri dersler fazlasını ben istedim. Aslında şahıs. Tamam, tavsiye ederim. Kim şu takdirde bağlısı olacaksa mesela da bu kadar kalite karamsızlık. Yani Olur mu başka? Yani sağ olun.
Ko'rishib komissiya diyor. Hurmatli kengash raisi va kengash a'zolari, kengash tomonidan hisob komissiyasiga uch nafar nomzod ko'rsatilgan edi. Amirov, Mahmudova, Ahmedov hisob komissiyasiga bo'lish bo'yicha hisob komissiyasi raisi etib Amirov Soat Jumayevich tayinlandi. Hisob komissiyasining birinchi sonli bayonnomasini tasdiqlab berishlarini so'rayman. Sizler de taraftar. Hisob komissiyasi o'rganish bo'yicha bugungi kengashda ishlar qatnashayotgan 16 nafar kengash a'zosidan 15 nafar qatnashyapti. 15 nafar a'zolarning hammasi talabgor Nurdiyev Xurshid Davronbek o'g'lilik bajargan ilmiy ishini yoqlab, ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblaydi. Bir ovozdan ma'lum. Hurmatli kengash a'zolari, mazkur kesalar yuzasidan ilmiy kengashning xulosasi tayyorlangan. Sizlarga tarqatilgan nutq xulosalar orasida kimdan tayyorlangan? Başka konuları yok diyor. Şimdi şirkette bilgi var falan. Başka bir şey var. Dolarla disertasyonu tasdik bilgilerini görüşürüz. Disertasyon neticelerinin hakikatleri değişiklikler kafası için hukuk ahamiyeti geldi buraya. Meselelerinin yani hukuk amali etme meselelerinin halletişini tamin olduğunu ilgi esaslar ataflanıyor. Bir miktarı iktisadi ve teknolojik sağlanır. Disertasyon nasyonel ilgilengelik derecesi. Tasdikler yani hayırlı nasyonel ilgilenmez. Neticeleri yok kısmını ilgilengelemez. Disertasyon neticeleri derecesi güde yukarı tekrar. Disertasyon mağdursu gibi özellikler. Yazıdayı tatbiklarından anlatakları gibi. Nazlı davranış başlıyor ki tatbiklar başlıyor. Başlıyor hazır. Parmak başlıyor. Sağlar. Edeceksin bilgiler. Parmaklar ara. İlgilikleri. Nazlılar. Parmaklar avazlar. Birleşmeler verirler geliyor ki teşkilatı nazlılar edecekler. Bunun tasarruflar üretim disertasyonun ameliyatı mağlup açılarına hayır muhtarda faydalıyan muhtarda faydalananlar. Davda muhtarda parmak muhtarda parmaklar muhtarda parmak muhtarda teşkilat ediyor. Disertasyon ameliyatı mağlup açılarının ki faydalananlar. Burası parçalar. İlk bölümden çıktıklarımızlar, ilk bölümden çıktıklarımızlar. Daha nasıl yapacağız? Parçalar ne var? Zaten bir mayası yaşanan olması gerekiyor. Zaten bir daha bir konuyu halledeceğiz. Cevabını yapıyor. Bir hassasiyet formaların rezimerimiz kamayla burada saat sağlıyor. Maaşları dönüş noktaları ilgili yılların kapasitesi euro kapasitesi lütfen personel uçuş kapasitesi boyunca 20 seferden uçuş başlar bir ilmi dalının oluşturulduğu bir sırası üniversitede başka devletler kuruluşu ilgili ilgili ilgili
Yerga fanlarımızı başlar yok ilgi devletin içine kararlar. Olay asıl kalifasyon ilgi içine karar tasarı bir için aracı. Başka fanlardan şimdi bugünkü muhabbetler değil. Kumaya yöntemlerimiz ilgili ve bu işlerimiz tamamlanmaktadır. Büyük bir tartışmasının ilgili aktarıp yapanlar yoktur. Tartışmalar tartışılması lazım. Kavramları muhabbeti ihtimal yaptıklarını başka güç kontaklarıyla sonraki bölgesine almalarıyız. Ve bu resource zararlı durduruyor, kursu davranıyor olur. Merhaba. Ahmet Maddeleyiz. Havalan var. Ülkelerde girişler. Doğal böyle boş. Bu yüzden ben falan diyor. Hayvanlardan da yine farklı bir var. Bence yanıtlarında düşünüyor. Bizim bu maslahatlarını yanılsın. Yaşlarına yanılsın. Bağlı bilen. Tasarlar bilen. Fakat bilmiyorum. Belki hayatı yolda kalmasını tasarlar. Yönetim kesinlikle. Sağlık aslında şu an biz minnettarız bilgilerine. Çünkü bütün başlı terfiler caması diye fakülte caması diye şu jarayonda dikkat edecek yardımlarımızdan özellikle barcha yosh ülkesiler diye sorduğum bilgilerine eng asosiysi mana shu issiq havolarda sabr qilib himoyalar tashkil etkazib turgan siz aziz ilmiy seminarimiz raisi va ishtirokchilariga o'zimni minnatdorchiligimni izhor etaman. Genel bu meselemiz kaldı. Sorayım. Bir mesele mesela var. Bir şeylerden bakacağız. Şimdi gelişi tamam şimdi. Matematik kucağı atsak diye yani bu bölge bu doğru değil. Yeter yıllarla tamam işte kadar değil. Bunlar yapıyorlar için bu şey kavga aktarı yollarda akıllı hareket kararını bağlaşmak nedenlerse için sanki zamanı misal bir ama işte bir yapanlar bir başlar yapıyor. Bir bu kadar sağlık sistemlerine gel listeler sasını kumaya gel tamamlamış. Öyle tekrar bu yolculuk. Bazen o görüşüm aldı. Başka bir yaptım. Bir gerçekten ki bunu bir farklı bazen hastalıklarda bir hastalıklarda prosesler bir sizler arasında oluşturulan bir situasyona provocar tanış muayene kabul kılışmakla koyuyoruz. Formatlı bir yapılar bir işlem şey. Bunların farklı veriyor işlemler diye asosyal ilgili noktaları bu ilgili tamamen mecazlar çıkartılmış. Bir sefer karşılığı kabul Tamam, destapi istiyor zaman destapi ilgili bir başka ilgi seminere geliyor. İlgi seminerleri ilgili var. O dedi icabı kullanmak için. Bugün burada yaklaşık bir sıkıntı yetersiz sıralar yapılıyor. Bir sefer bir şartlarda bir bazı bir sefer siyasette tamamen oraya sıkıntı çıkartıyor. Bir orada kalan bir şey. Dissertan bu değerlenen dissertan zaten hiçbir derste yaptığı zaman çıkartın alaman bir söz bir ders bir yapılıyor. Tamam. Tamamlayan informatik yaşamları maddeleri insanın hakkı bir çıkarım bu 83. yıl onların cumartesi saatlarda Allah'a kullanması olmayan Merasul Bey 1992 yıl İkinci kişiler Allah'a kullanması olmayan maddelerinin tamamlayanlar 2008 yıllarda başlayınca Sovyet Üniversiteleri bakalağı 2012-2014 yıllarda Bulgaristan İsmail'de Kuzeydoğu Dağları'nda başarılı akademi üniversitesi 2019-2023 yıllarda Başkent Dağları'ndan Üniversitesi bakalağı tamamladı. 2009-2011 yıllarda Başkent Topluluk Hocalığı Sağlaşke Soslaştırılgan Namırlaş Bozanan Dağları Bakmanası Mütahhassıs var. 2011-2012 yıllarda bu endüstriye işler çıkartıcılarla korkmanası şartlanan kanunun ve coğrafya bölümü başladı.
2010-2015 yillarda o'z Aqto'y davlat maktabi kompaniyasi moliya iqtisodiyot boshqarmasi hisobotlarni jamlash va tahlil qilish bo'limidan boshladi. 2015-2019 yilda o'z Aqto'y davlat maktabi kompaniyasi boshqarmasi boshladi. 2019-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo'l qo'mitasi raisining o'rinbosari va 2020-2022 yillarda Respublika yo'l jamg'armasi direktori, 2022-2024 yillarda avtomobil yo'llari qo'mitasi markaziy apparati boshqarmasi boshlig'i, 2024-2025 yillarda avtomobil yo'llari qo'mitasi avtomobil yo'llari davlat muassasasi direktorining innovatsiya bo'yicha o'rinbosari 2005 yildan hozirgacha avtomobil yo'llari qo'mitasi markaziy apparati sohani raqamlashtirish va ilg'or qoida tajribalarini tatbiq etish boshqarmasi boshlig'i lavozimiga kesmoqda. O'zbekiston Farhod Baxtiyorovich malaka imtihonini o'tkazish tartibi nizomga muvofiq mana quyidagi savollarga malaka imtihonini topshirdi. 05.9 texnik yo'llarni raqamlashtirish va yo'l harakati xavfsizligi yo'l belgilari asosida hamda chet tili ingliz tilida malaka imtihonini topshirdi. Shu kungacha Xo'jayev Farhod Baxtiyorovich dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 13 ta ilmiy ish chop etilgan. Ularda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi komissiyasining doktorlik dissertatsiyasi asosiy ilmiy natijalarga chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy jurnallarda 5 ta maqola, ulardan ikkitasi respublika va ikkitasi xorijiy ilmiy jurnallarda chop qilingan. Ikkita yashash uchun dasturiy guvohnomalar olingan hamda xalqaro respublika ilmiy amaliy anjumanlarida 5 ta maqolalar muhokama qilingan. Xo'jayev Farhod Berdiyorovich oilali 5 nafar farzandning otasi, ilmiy kengashga taqdim etilgan barcha hududlar moliya attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi. Ilmiy kengash tarkibiga savollar. Magistraturani qanaqa boshqaruv akademiyasi qo'shimcha bakalavr bizada tugatdilar. Va Oliy Majlis komissiyasi tomonidan belgilangan qo'shimcha razlikalarga to'liq topshirildi. Yana savol bor? Yuqorida ta'kidlangan tasmalar O'zbekiston milliy kengash boshidagi ilmiy siyosat muhokamalari professori Termizdagi qaror qismini berish uchun O'zbekistondagi o'rinbosari professor Aziz bugün yaptığımızda dissertasyon çalışma aktivitelerden mübarek olarak taşımasımız gerekiyor. Dissertasyon bu mevzuata mübarek şartlarda taşımasına kanallarını bir yapmadan bir yapmasını olarak bu şeyi var. İlmi kengaş kafadan kurulacak koşulacak projeler, ilmi kengaş kadrolarla Fransa'da geçici ilmi muhafazalı paketler, hatta taşkılatlar. Dissertasyon strateji master kengaş kafadan yeterli mutlaka sağlanmak istiyor.
Burada yüksek safhasında mutlaka işbirlikleri olarak şekillendirildi. Bunda yukarıda gösterilen güzel kalabalık programı farklı. 20 yıllar kararlı asaslarla aldı. İyi yıl içinde bir kararlı asıl paylaşıldı. Salam yani. Bu canlı hatta bir realistlik görmüş konuşuyor. İşler yapıştırıyor. Lavinalar vatandaşlar çok paylaşıyor. Gökdelenin gerçekleşen bir ülke. Vallahi aktarlı yollarda transport aşırı hareket şabatıyla vakalarını maliyeleştirişti. Ancak devamını sağlayan maskelerle yaptığı defalar çok aslında yok böyle bir sefer tamam yapabiliriz. Yeter stratejiler farklısı yapıyoruz. Maske ameliyatları yapıyoruz. Bir yaparlar doktor farklısı olmayan yere alışıyor. Biz bir arkasındayız. Sıra alıyoruz. Şahane. Dolayısıyla o olarak değerlendirir. Biraz bir beşiktaş tamam dikkat edin. Ben mesela aktarımın bir projem tasarladım. Mesela sabah benim olmamakla mesela bir derse alayım. Ama ben yine başlayalım. Çok müthiş. Taraf olarak karşılayacak. Taraf olarak aslında olduğu bayanız. Bir bilgi yaşlarına şekilde yaşayan taraflar saçlı oraya koyuyor. Tamam. Hazır. Taraf olarak diyor. Karşılar. Bilgi yaşlarına şekilde yaşayan taraflar saçlı. İlerliyor. Taraf tarafından. Taraflar kurduğunu hatta bir yanlışlık bölgesinde kurduğunu diyor. Bir gözler yoldan vatandaşlar kurduğunu yaşayan bilgi yaşıyor. Gösteriler gerçekten bilgi yaşıyor. Dolayı aktarlı yollarda tarafı ortadan hareket karar kullanmaları maliyetler çıkan kiralaması alternatiflerine gelmektedirse temayyiz olabilir. Birkaç şular sıfatında size fakat bir işte resmi alanlarda gelip bana gösterip teslim olmalı. Meclisin kardeşi için değil. Antalya'da bu kadar. Antalya'da hikayeler terası bir belki profesyonel tamamıyla temizleyeceğim. Birkaç hafta verilen bir balık vardır. Aslında disertasyona kadar imanından ama oraya istersek kendi şahsiyetleri tabii ki fark ediyoruz. İlgi. Daha yarın tasavvuru çoğalıyor. Tamam. Tasvirler geçerli yok. İlgi gerçekleşti bu bir tutarlı koyacak başka meseleler yok çıkıyor. Yeri dışında olacak koyacak hem de belki var. Tamam. Şu bile yarın bir şey yok. Mesela yarın ama yeter kadar. Molları da hatta sürerek bakarak var. Dolayısıyla dağılıyor. Molları ise spor. Molları ne lan? Molları yapacağız. Molları da ama ayrı bir şey yapacağız. Hadi. Bir tane sıkıntı var. Ne oldu?